Bugun gullaga удобрение и vitamin bermoqchiman. Hozir nimani qanaqa berishni ko'rsatmoqchiman. Asosan yashil gullaga Alakaziya, Anturium asosan shularga удобрение beraman. Удобрение vitamin. Hop, bunga 320 ozgina 2 litr suvga mana shuncha yetadi. Yana ozgina qo'shdim. Hop, keyin Izabion 2 litrga hop 3 ta tortib oldim. Izabion shpris choy boraman. Qopqog'ini yopib aralashtirib olaman yaxshilab. Hop, bularni tegiga beraman. Tegiga ozgina. Keyin bargiga beraman. Bargiga spray. Bargini orqa qismiga. Baylari yirik bo'lib, o'chining o'sishiga yordam beradi. Bayni ustiga tushmasligi ba'zi borki dog' bo'lib qoladi. Stollariga ham agressiv holatda yaxshi bo'ladi. Bularni kristallni обязательно grunti sug'oradigan nam bo'lishi kerak. Tak kuydirib oladi. Ildizini kuydirib qo'yish. Tatimidan qo'yamiz. Tatimiga sepib, baylarni orqasiga baylari katta bo'lib, shapaloq bo'lib o'sadi. Mana shu baylar mana shu narsadan keyin shunaqa katta bo'lib zo'r o'sishni boshladi. Rezultatini ko'rdim. Tavsiya qilaman mana shunaqa berish kerak. Faqat asosan yashillarga, varlilarga berish 1-2 marta bersa bo'ladi, ko'p berish kerak emas. Buni 3 marta, 4 marta bergandan keyin Izabionini to'xtatish kerak. 320 ni har 2 haftada, xullas 1 oyda 2 marta berib turilsa zo'r bo'ladi rezultat.